Tayyormisiz? Qancha joy tozaladik, opa? Voy, 1 metr kvadrat chiqadimi, chiqmaydi? 1 kvadrat metr qanday? Suvni bitta ko'rsatib ber. Hozir suv yangi suv quyib keldi qizingiz. Bilasiz? Vibrashotka nasatkasi gilamimizni turgan joyda 8000 оборотda urib qoqib beradi. Off knopkasini bosamiz, vibrashotka nasatkasini bosamiz. Oldiga o'zgaradi. Gilamiz voltga orqaga tortganimizda qarasangiz gilamiz voltlarni tikalab qo'yadi. Ko'ryapsizmi? Vibratsiya qilib gilamizni turgan joyda urib qoqib beradi. Upravleniyasi poliz o'zida, chapga o'ngga ketaveradi, yengil. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlarga hozir mijozimizda ozgina gilamida dog'lar bor ekan, shularni yuvib ko'rsatib beramiz. Ko'proq mijozlarimizdan tushadi, yuvish funksiyasini ko'rsatib bering, qanaqa ishlaydi yoki yuvish qanaqa deb o'ylashadi. Eski dog'larni oladimi, faqat yangi dog'ni oladimi deyshadi. Shuning uchun bir qator eski dog' bor ekan, shuni yuvib ko'rsatib beramiz. Misol uchun, on off knopkasini bosamiz, vibrashotkani bosamiz, ishlaganda suv sepish boshlaydi. Tayyormisiz? Qancha joy tozaladik, opa? Voy, 1 metr kvadrat chiqadimi, chiqmaydi? 1 kvadrat metr qanday? Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, gilamlaringiz, voltlari yumshoq bo'lib qoldi yurayotganingiz.